هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 19. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 19. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlar hacılarni suv bilan ta'minlashni, Masjidi Haramni obod qilishni, Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. İman etganlarning, hicret qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida eng kattadir. Ayni shular savob tepish bilan maqsadiga erishkichilardir. Rabbi ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlar bilan xush xabar berdi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. Ular cennetlerde mengü kalıdı. Şüphesiz ki Allah'ın dergahida ulağı kat savab var. Hacılarni su bilen teminleş ve Mescidi Haramni avatlaştırışının iman etiş ve cihad kılış bilen beraber bulmaydıganlığı. Evfi İbn Abbas'ın bu ayetinin tefsiride mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Müşrikler Beytullah'ını avat kılgan, hacılarni suv bilan ta'minlagan kishilar Alloh taolaga iymon etgan va Alloh taolo yo'lida jihad qilgan kishilardan yaxshidir deyishdi. Ular haram bilan faxrlanadi. O'zlarini biz haramning egillari va uni ovotlashtiruvchilar deb boshqalarga cho'ngchilik qiladi. Alloh taolo ularning cho'ngchilik qilganligini va haqiqatdan yuz o'rganligini bayon qilib mundaq deydi. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, orqanglarga chekinib oladinglar. Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib, iymondan yuz o'riydi. Kechlik paranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'ni qiladi, payg'ambar alayhisalomni so'kadi. Ya'ni ular haram bilan faxrlanib, boshqalarga cho'ngchilik qiladi. Kechlik paranglarda Qur'on-i Kerimni va payg'ambar alayhisalomni so'katdi. Alloh taolaga iymon etishning, payg'ambar alayhisalom bilan birga jihad qilishning mushriklarning haramni ovotlashtirishidan va hojilarni suv bilan ta'minlashidan yaxshi ekanligini bayon qildi. Mushriklar haramni ovotlashtiradi va uning xizmatini qiladi. Ularning shirkda turib qilgan bu amallari Alloh taolaning dargohida ularga asqatmaydi. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ya'ni o'zlarini biz haramni ovotlashtiruvchilar devolgan bu mushriklar shirk keltirganligi uchun Alloh taolo ularni zolim deb atadi. Ularning haramni ovotlashtirışı ular uchun hech narsaga asqatmadi. Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq İbn Abbas radıyallahu anhumanın bu ayetning tefsiride mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ayet Abbas ibn Abdul Mutallib haqida tushdi. U Bedir urushida asirga tushib qolganda
sizlar islomga kirish, hijrat qilish va Alloh yo'lida jihad qilish orqali bizning oldimizga o'tib ketgan bo'lsanglarmi, biz haqiqatan haram masjidini obodlashtirib, hojilarni suv bilan ta'minlab va muhtojlarning ehtiyojini qamdab keldik dedi. Shuning bilan Alloh Taala sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, Masjidi Haramni obod qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi dedi. Ya'ni u amallarning hammasi mushrik holati qilindi. Men mushrik holat qilingan amallarni qabul qilmayman. Zahak ibn Muzahim mundaq deydi. Musulmonlar Abbosning va uning Badr urushida asirga tushgan hamrohlarining qishig'i kelib, ularni mushrikligi bilan aybladi. Abbos: Alloh taolaning nomi bilan qasamki, bizmi haqiqatan haram masjidini obodlashtirib, muhtojlarning ehtiyojini qamdab, Baytullohga yupib va hojilarni pul bilan ta'minlab keldik dedi. Shuning bilan Alloh taolo yuqoridagi oyatni nozil qildi. Abdurrazzaq Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir odam, men islomga kirgandan keyin hojilarni suv bilan ta'minlashdan boshqa biror amalni qilishga ahamiyat bermayman dedi. Yana bir odam, men islomga kirgandan keyin haram masjidini obodlashtirishdan boshqa biror amalni qilishga ahamiyat bermayman dedi. Yana bir odam, Alloh taolo yo'lida jihad qilish sizlar da'vatgan amallardan ortiqdir dedi. Umar radhiyallohu anhu ularni to'sib, Payg'ambar alayhissalomning munbirining qishida ovozinglarni yuqori ko'tarmanglar dedi. U juma kuni edi. Biz juma namozini o'qib bo'lib, Payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, bu haqda uningdan so'radik. Shuning bilan yuqoridagi oyat nozil bo'ldi. Ey mu'minlar, agar otillaringlar, qarindoshlaringlar iymondan kufrini ortiq ko'rsa, kufrda mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. İşçinlardan kimlerki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Ya'ni ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammi mushrik hisoblanadi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul, mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Allah fasık kavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegirasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar mushriklarni do'st tutmaslikning buyurilganligi. Alloh taolo mu'minlarni kofirlardan, agar ularning otillari yoki o'g'illari bo'lgan taqdirdami ayrilishga buyurdi. Agar ular kufrini iymondan ortiq bilsa, mu'minlarni ularni do'st tutishdan to'sidi va bundaq qilishdan qattiq ogohlantirdi. Alloh taolo mundaq deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni ularning onalari, o'g'illari ya qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan.
ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohida bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. İmam Bayhaqi Abdullah ibn Shavzatning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Ubayda ibn Jarrohning otasi Badr urushida Abu Ubaydiga butlarni yaxshi sifatlab turib oldi. Butlarni yaxshi sifatlab turib oldi. U otasidan o'zini qochirdi. Otasi butlarni maqtab, uning keyniga kirib oldi. Shuning bilan u otasini o'ldirdi. Alloh taolo Abu Ubayda haqida Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni, ularning onalari, o'g'illari ya qarindoshlari ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdami do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ana shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Alloh ularni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi degan oyatni nozil qildi. Ondan Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni bola chaqalari, urug' tuqqanlari va qarindoshlarini Alloh taolodan, uning payg'ambaridan va Alloh taolo yo'lida jihad qilganlardan ortiq ko'rganlarni qattiq ogohlantirishga buyurib mundaq deydi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishdan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar, ya'ni sizlar yaxshi ko'radigan chiroyli va ko'rkam uylaringlar qatorliq bu narsalar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fath qilish izni kelguncha kutinglar. Alloh fosiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. İmam Ahmad Zahra ibn Ma'baddan bo'sining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhisalom bilan birga edik. U Umar ibn Hattobning qo'lini tutib turadi. Umar: "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, sen men uchun o'zimdan boshqa hamma narsadan so'yimliksan" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Men sizlarning biringlar uchun uning jinidanmi so'yimlik bo'lmagicha u mu'min bo'la olmaydi" dedi. Shu chaqda Umar: "Alloh taolaning nomi bilan qasamki, hozirdan boshlab sen men uchun mening jinimdanmi so'yimliksan" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Umar, mana endi mu'min bo'lding" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. İmam Ahmad ve Abu Davud İbn Umar radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim. Molni ko'rmay turib ilm setim qilsanglar, shariatga xilof ilm setim qilsanglar, choruvchilikqa berilib ketsanglar, teriqchilik bilan qanoat qilsanglar va Alloh taolo yo'lida jihad qilishni tashlasanglar, Alloh taolo sizlarni xorliqqa giribtor qiladi. Toki sizlar dininglarga haqiqiy qaytmaguncha Alloh bu xorliqni ustinglardan ko'tarib o'tmaydi.
Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xo'shallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqqaninglardan keng zamin sizlarga tor tuyuldi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ina mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambarga va mu'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'midinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kafirlarni o'ltirish va asir ilinish bilan kafirlarni o'ltirilish va asir ilinish bilan azobladi. Kafirlarning jazosi ana shu. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah nihayet mağfiret kılgıcıdır, nihayet mehribandır. İbn Cüreyc Mücahid'nin mundaq deganligini rivayet kılıdır. Bu ayet müminlerge berilgen nimetler bayan kılınıp düşürülgen Tevbe suresideki tuncu ayettir. Allah Teala bu ayette müminlerge ata kılgan merhametini, ularning payg'ambar alayhissalom bilan qilgan nurg'un g'azotlardagi jang maydonlarida ularga bergan yordamini bayon qildi. G'alaba Alloh taoloning o'rinlashtirishi va kuch-quvvat berishi bilan faqatla Alloh taoloning dargohidan keladi. Hargiz ularning sonining ko'pligi va qurol yaroqlarining sarxil bo'lganligi uchunla kelmaydi. Kelganmi emas. Allah Teala bu ayetlerde müminlerge ularning soni az bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, baribir ekanligini, yordamning ularga faqat Allah Teala'ning dargohidan keladiganligini ta'kidlaydi. Hunayn urushi bo'lgan kuni müminlar sonining ko'pligidan xushollandi. Bu ular uchun hech narsaga asqatmadi. Ular soni ko'p turuqliq Peygamber aleyhisselamni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab qo'yib qochdi. Ondan Alloh taolo payg'ambarga va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarga yordamini tushirdi. Ularni kuchlantirdi. Mu'minlarga ularning soni oz bo'lgan taqdirdami yordam va madadning yolg'iz Alloh taolo tarafidan keladiganligi to'g'risida Alloh taolo xolisa yana tafsili to'xtalib o'tamiz. Soni oz, nurg'un qo'shinlar Allah Teala'nın izni bilen soni ko'p nurg'un qo'shinlar ustidan g'alaba qilib keldi. Allah urushda chidamliq ko'rsatkichlar bilan bildidir. Hunayn g'azoti. Hunayn urushi Hicriye'nin 8. yılı Mekke fethi bo'lgandan keyin Şavval ayida yuz bergan bo'lib, vaqa mundaq bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalom Mekkeni fethi qilib bo'lgandan keyin hamma ishlar o'z iziga tushdi. Mekkeliklar umum yüzlik tegudek islomga kirdi. Payg'ambar alayhisalom ularning hammasini ozod qilib qo'yib berdi. Shu kunlarda Payg'ambar alayhisalomga Havazin xalqining uningga qarshi urush uchun to'planayotganligi, ularning boshlig'ining Malik ibn Avf ekanligi, uning atrofiga Saqif qabilasining butun odamlari, Jusham jamoatidagilar, Said ibn Bakr jamoatidagilar, Hilal jamoatidan oz bir qism kishilar, Amr ibn Amir va Avf ibn Amir jamoatidagilardan bir qism kishilarning to'planganligi haqida xabar yetkazildi. Ular ayollarını, ballarını, qo'ylarini, kala to'g'illerini va boshqa butun mol mulkini ilib jang maydoniga keldi. Payg'ambar alayhisalom Mekkeni fath qilish uchun o'zi bilan birga ilib kelgan muhojirlar, ansarlar va arab qabilalaridan tarkib topgan 10 ming kishilik qo'shinni ilib
ularga qarshi urushga chiqdi. Payg'ambar alayhisalom bilan yana islomga yangidan kirgan makkalik 2000 odam bor edi. Payg'ambar alayhisalom bu 12 ming kishilik qo'shinni ilib dushmanga qarab ilgirildi. Ular Makka bilan Toifning oraliqidagi Hunayn deb atiladigan jilg'ida uchrashdi. Urush bu jilg'ida sahar vaqtida yuz berdi. Musulmonlar bu jilg'iga kelganda dushmanlar allburun joylashib bo'lgan edi. Musulmonlar buni sezmay jilg'iga qarab ilgirlaverdi. Dushmanlar boshliqining buyrug'iga asosan yoshirinib olgan yeridan tuyuqsiz etilib chiqib, o'q tutib, qilichlarini yalang'ochlab, xuddi bir odamga o'xshash tangla yopurib keldi. Shu chaqda musulmonlar xuddi Qur'onda bayon qilingandek orqasiga qarab qochdi. Payg'ambar alayhisalom o'rnidan midirlamay jangovar holatda turdi. Payg'ambar alayhisalom Shahba ismli qichirini minib olgan bo'lib, qichirining dushman tarafga devet etdi. Qichirini dushman tarafga devet etdi. Uning tag'isi Abbas qichirining o'ng tarafiga, Abu Sufyan ibn Harith qichirining so'l tarafiga esilib olib, qichirining tiz mengib ketishini to'sib turardi. Abbas Payg'ambar alayhisalomning yonida turib, u nima desa, shu so'zni takrorlab musulmonlarni qaytib kelishga chaqirib mundaq aytdi. Ey Allohning bandalari, men tarafga kelinglar. Men Alloh taoloning elchisiman. Men tarafga kelinglar. Payg'ambar alayhisalom shu holatda mundaq dedi. Men Alloh tanlab avatgan haq payg'ambarman. Nomi hammaga pur ketgan Abdul Mutallibning o'g'liman. 100 ga yaqin sahoba Payg'ambar alayhisalom bilan jangovar holatda turdi. Ba'zi tarixchilar ular 80 odam edi degan. Ularning ichida Abu Bakr, Umar, Abbas, Ali, Fazl ibn Abbas, Abu Sufyan ibn Harith, Ayman ibn Ayman, Usama ibn Zayd va boshqalar bor edi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Payg'ambar alayhisalom tag'isi Abbasni daraxt ostida Payg'ambar alayhisalomga "Seni tashlab qochmaymiz" deb Ridvon bay'iti bergan muhojir va ansarlardan iborat musulmonlarni yuqori ovozda "Ey daraxt ostida bay'at qilganlar" deb chaqirishga buyurdi. Abbas ovozi nihoyat yuqori odam edi. U birda "Ey so'mra daraxt ostida bay'at qilganlar" deb to'lisa, birda "Ey Baqara surasida tilga ilinganlar" deb to'laydi. Sahobalar "Biz sening buyrug'ingga bo'ysunamiz, biz sana itoat qilamiz" deyishib orqaga burilib Payg'ambar alayhisalomning qishiga qaytib keldi. Hatto bir odam to'gisini kayniga qaytirishga kuchi yetmay turib, savutlarini kaydida to'gisidan tushib Payg'ambar alayhisalomning yana qaytib keldi. Kayniga qaytgan odamlar Payg'ambar alayhisalomning atrofiga to'planganda Payg'ambar alayhisalom ularni dushmanlarga o'zlarini tonitib qo'yishga buyurdi va Robbiga "Ey Alloh, men yordam berishdan iborat qilgan va'dani amalga oshirgin" deb duo qilib, yordam tilagandan keyin bir changal to'pini ilib dushmanlarga qartib otdi. Dushmanlardan birmi odam qolmay hammasining ko'ziga to'pi kirdi. Ular ko'zlari kirib ketgan to'pi bilan avar bo'lib jang qila olmadi. Natijada ular mag'lub bo'ldi. Musulmonlar ularning orqasidan qo'g'lab yurib, bir qismini o'ldirdi va bir qismini asir oldi. Asirlarni ilib Payg'ambar alayhisalomning oldiga qaytdi. İmam Buxoriy va Muslim Shu'badan Baro ibn Azib radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam uningga "Ey Baro, Hunayn g'azotida Payg'ambar alayhisalomni tashlab qochdinglarmi?" dedi. Baro mundaq dedi: "Lekin Payg'ambar alayhisalom qochmadi. Havozin xalqi nihoyatda
mergen odamlar edi. Biz ular bilan uchrashganda ularga qarshi hujumga o'tdik. Ular orqalariga qarab qochdi. Odamlar g'animatlarni yig'ishga berilib ketdi. Shuning bilan dushmanlar bu fursatdan foydalanib bizni o'qitdi. Biz keynimizga qarab qochdik. Men payg'ambar alayhissalomning jangovar holatda turayotganligini ko'rdim. Abu Sufyan ibn Haris uning oq qechirining yuginidan tutib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom, men Alloh tanlab avatgan haq payg'ambarman. Nomi hammaga pur ketgan Abdul Muttalibning o'g'liman dedi. Men ya'ni Abdur mundaq deb qarayman. Bu misli ko'rilmagan botirlikdir. Chunki bu kunda urush qattiq bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom askarlardan mudofiyasiz qolgan. U tez yugurolmaydigan, qichishmi, qaytarmaz zarba berishkimi yaramaydigan bir qechirning ustida turgan paytdami qechirini dushman tarafga qaratib divit etdi. Ve o'zining botirligini bilmaganlarga bildirib qo'yish uchun so'zlarini yuqori ovozda takrorlaydi. Alloh taolaning marhamati va salomi qiyomat kunigacha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Bularning hammasi payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaga ishonganligi, tavakkul qilganligi, Alloh taolaning o'ziga yordam berdiganligini, payg'ambarlik vazifasining to'liq amalga oshirganligini va islom dinining boshqa barliq dinlar ustidan g'alaba qildiganligini bilganlik uchundir. Ondan Alloh payg'ambarga va mu'minlarga marhamat qilib xotirjamlik bag'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Imom Abu Ja'far ibn Jarir Qosimdan Avf ibn Abu Jamila A'robining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Bursinning ozodgardisi Abdurrahmonning mundaq deganligini anladim. Bana Hunayn urushida mushriklar bilan birga bo'lgan bir odam urush ahvolini so'zlab berib mundaq dedi. Biz payg'ambar alayhissalomning sahobalari bilan Hunayn urushida uchrashdik. Musulmonlar bizga bir qo'y saqqan muddatgacha qarshilik ko'rsatilmadi. Biz ularni yengib, orqasidan qo'g'lab toki bir oq qechirga minib olgan odamning qishig'i yaqinlab keldik. U payg'ambar alayhissalom ekan. Biz uning atrofida yuzlari oq va chiroyli odamlarni uchratdik. Ular bizga: "Hey qora yuzlar, oqinglar, qaytinglar" dedi. Shuning bilan biz mag'lub bo'ldik. Ular gavdanlarimizga dastidi. Ular farishtalar ekan. Subhanalloh. Shuningdan keyin Alloh xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Alloh taolo Havozin xalqidan terik qolganlarga tavba qilishni nasib qildi. Ular islomga kirib musulmon bo'lgan holda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib uning sepiga qo'shildi. Makkaning Ja'ron degan yerida payg'ambar alayhissalom bilan suhbat o'tkazdi. Bu Hunayn urushi bo'lib, taxminan 20 kundan keyin bo'lgan ish edi. Payg'ambar alayhissalom shu chaqda ularga o'ljiga ilingan xotin bolalarini yoki mol mulkini ikkisidan birini tanlash ixtiyorligini berdi. Asirga ilingan kichik bola va ayollar bo'lib, ular jami 6000 odam edi. Payg'ambar alayhissalom bularni ular qaytirib berdi. Mol mulklarni bo'lsa g'animat olganlarga taqsim qilib berdi. Qurayshdan yangidan musulmon bo'lgan bir turkum kishilarga ularning dillarini islomga texmi moyil qilish uchun g'animatlardan yuzlab to'gilarni taqib berdi. 100dan to'gi olganlarning ichida Malik ibn Avf bor edi.
Payg'ambar alayhissalom uni qavmiga burunqidekli boshliq qildi. Shuning bilan u Payg'ambar alayhissalomni madhilab qasida o'qidi. Alhamdulillah, Alloh shukr bo'lsin. Yuqorida Tavba surasidan 27-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimni o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.